Assalomu alaykum, Nurbek Uz kanalining qadrli obunachilar. Mana ustakalarimiz yana bitta domda oldiga chiroyli qilib avtonaves qilib berishibdi. Ya'ni avtomobillarda navesi. Kimga shunaqangi naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaversa, xohlasangiz bittalik, xohlasangiz 100 talik ham qilib berishaveradi. Xo'sh, ushbu avtonavesimiz uzunligi 24 metr, bunaqasi 6 metr, profinastilli variantda har bittasini alohida qilib bo'lib qo'yganmiz. Sababi shtobi faqat egasi kelganda mana bu yerga zanjir qo'yib qo'yadi, o'zi kelib o'zi mashinasini qo'yadi. Begona mashina qo'ymaydi ekan. O'shaning hisobiga mana bu stoykalarni qo'yib berdik. Agarda bu stoykalar kerak bo'lsalar, faqat navesni o'zini qilib berilaveradi, narxi o'zgarilmaydi, qadrdonlar. Xo'sh, tevasida o'sha 0.4 qallikdagi profinastil, orqa tomonda mana tarnovlarni ham qo'yib qo'yilgan, qadrdonlar. İşte bu suv kelgandan keyin bitta tomondan tushib ketadi. Mana bu asosiy nima deydi, profillari 6 ga 6 qalinligi 1.7, mana bular esa 1.5 stenka. Ushbu navesimiz общий summasi 24 million so'mga bitdi. Mana bular hammasi o'sha ustaxonalarda tayyorlanib kelib, bu yerda o'zi o'sha bir kunda o'rnashtirib ketilgan navesni ko'rib turibsizlar. Bu degani 24 million so'mga общий 4 ta mashinalik, agarda bitta mashinaligi kerak bo'ladigan bo'lsa, 6 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Agarda sizga shumkali variantda kerak bo'ladigan bo'lsa, DVP tashlanadi, oq DVP, uni orqasidan nima deylardi? Lek yo'q, DVPdan keyin falga tashlanadi, keyin profinastil qo'yiladi. Unda o'sha issiqda ham ushlaydi, shumda ham ushlaydi. Uni narxi qadrdonlar 7 million so'mdan to'g'ri kelyapti, har bitta kameraning narxi. Yo menga Lexanli variantda deydigan bo'lsalar, Lexanli variant ham hamma yo'g'i bitishi, bitta kamerasi 7 million so'mdan. Qadrdonlar, xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha, masalan, Toshkent vodiydan chiqadigan bo'lsa, ustanovka dastavkasi ichida bo'ladi. Agarda vohadan chiqadigan bo'lsalar, ustanovkasi ichida bo'ladi, faqat dastavkasiga alohida kelishilgan narxda bo'ladi. Undan tashqari svetda xohlagan svetingizni tayyorlab berishaveradi. Xohlasangiz mokriy, jigarrang, qizil, sariq farqi yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarga garantiyalar bor, qadrdonlar. Undan tashqari ustakalarimiz uzum toq qilishadi. Bir kvadratini bitishi 170 ming so'mdan 190 ming so'mgacha. Agarda sizga hovlingizni naves qildirmoqchi bo'lsangiz, 1 kvadrat qadrdonlar, masalan, profinastilli shumka qilingan variantda 300 ming so'mdan boshlanadi. Agarda sizga Lexanli variantda bo'ladigan bo'lsa yoki kompozit shifer variantda bo'ladigan bo'lsa, 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha. Xo'sh, aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari qadrdonlar, perila, reshotka, darvoza qilishaveradi. Undan tashqari shu darvozaxonalarga shapka, koziroklar qilib berishadi. 1 kvadratini 450 ming so'mdan boshlanadi. Ishlarga garantiyalar bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi garantiyali naves, uzun tok xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa.